O'zi san'atkor ham yo'q, o'zi aslida. Lekin san'atkorlar shunaqa darajada johilki, xizmat ko'rsatgan unvonni olishga har narsaga tayyor. Bu senga nima beradi? Sen o'zing ashula ayta olmaysan, lekin xizmat ko'rsatgan unvoniga qiziqasan. Sen hozir ashula aytishni o'rgan. O'sha xizmat ko'rsatgan deb e'lon qilinayotgan xalqqa qarab. Tushunasizmi? Masalan, men kommunistlardan qolgan unvonni olmayman. Menga buni bermaydi ham bilaman, lekin nabodo beraman desa, olmayman. Mana mashta gapiryapman, bu mana yozilib qoldi. Olmayman. Nimaga? Men bilasiz, ozgina panturkistroqman. O'shaning uchun men turk millatchiligini hurmat qilaman ko'proq va Rossiya istilosi davrida ko'p yo'qotish bo'lgan hisoblayman. O'shaning uchun men bulardan qolgan unvonni olishga hazar qilaman. Allohga shukrki, menga nasib qilmadi bu, qilmasin iloyim. Men buyuk hisoblayman o'zimni, o'sha unvonim yo'qligi uchun. Bilasizmi?